Ray-Ban ochki ishlatayotganlar uchun muhim eslatma. Juda ko'p kelyapti servisga bu ochkilarni kelish sababini xosligi tushuntiraman. Bu ochkilarning razmeri bor. Misol uchun men o'zimni boshimga, ko'zimni razmeriga mana shu ochkini olib taqib ishlatyapman. Endi misol uchun men buni kimgadir berib tursam, u inson taqsa, boshqa kattaroq odam taqsa, uni razmeriga to'g'ri kelmasa, ochkini sindirib yuboradi yoki ichidan shleyflari uziladi. Servisimizga kelayotgan ochkilarning aksariyati mana shu kasal bilan kelyapti. Ochkini boshqa odamga berib turishgan yoki o'ziga razmeri bo'lmagan ochkini taqishgan. Shuning uchun bu ochkilarimiz ko'p buzilyapti. Sizlarga ham eslatma, ochkilarni o'zingizdan boshqa odam taqmasin, o'zingizlarning razmeringizni olib ishlatinglar. Shunda muammo bo'lmaydi. Mana shu Ray-Ban ham bittadan sinib kelyapti. Boshi katta inson buni taqqan, razmeri to'g'ri kelmaganligi uchun sinib ketgan ochki.